Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Xudo xohlasa CSS haqida gaplashib olamiz. HTML haqida ozgina tushunchaga ega bo'lib oldik. Endi menimcha sekin CSS haqida ham tushunchani shakllantirib olsak bo'ladi va ikkalasidan ham tushunchalarimiz shakllangandan keyin sekin-sekin amaliyotda HTML va CSS bilan birgalikda kod yozishni boshlasak, menimcha hammamiz uchun yaxshi bo'ladi. Darsimiz zerikarli bo'lmaydi. Shuning uchun bugun Xudo xohlasa CSSda asosiy tushunchalar degan mavzuni ko'rib o'tamiz. Xo'sh, CSSning o'zi bu nima? Shu savolga oldin javob berib olaylik. Xo'sh, HTMLni tushunib oldik. Demak, bu HTML o'sha veb sahifaning mazmunini yaratishda ishlatiladigan dasturlash tili ekan. Dasturlash tili emas, markup language deydi. Buni dasturlash tili deb bo'lmaydi. Shunchaki yozuv tili deb aytaylik. Xo'sh, HTML bilan veb sahifa yozganda hozirgacha shu kichkina mashqlarimizdan ham ko'rib o'tdik. Bu yerda faqat o'sha veb sahifaning mazmunini yozish mumkin. Qayerda, veb sahifaning qayerda, qanaqangi o'sha matn deymizmi yo bo'lmasa rasm deymizmi, boshqa narsa kelishini belgilashimiz mumkin, lekin unga hech qanaqangi shakl bera olmaymiz va shakl bera olmas ekanmiz. Veb sahifamiz foydalanuvchi uchun qanaqadir bir zerikarli bo'lib qoladi. Uni chiroyli shaklga keltirish uchun esa CSS yordamga keladi. CSS bu o'sha qisqartmasiz bo'lib, oldingi darslarimizda ham ko'p aytganmiz, o'sha ingliz tilidan olingan hamma so'zlar, o'sha elementlar nomlari cascading style sheet so'zining bosh harflaridan olingan, ya'ni ketma-ket shakl berish yoki zanjirli shakllantirish deyiladi. Demak, bu CSS shakl berish tili ekan. Nimaga aynan ketma-ket shakl berish? CSSda hali ko'proq o'sha keyinchalik kod yozsak, buni o'zlaringiz ham ko'rasizlar. Ya'ni bitta HTML elementini turli xil joylardan, turli xil pozitsiyadan turib shakl berish mumkin va ularning orasida eng o'sha CSS shakllarni eng vazni og'ir bo'lgani yutib chiqadi va o'shani xususiyatlari HTMLga qo'llaniladi. Buni hozir tasavvur qilish balki qiyindir, lekin amaliyotda ko'rganimizdan keyin bu narsani aynan nima ekanligini to'g'ri tushunib olasizlar. Hozir agar tushunmayotgan bo'lsalaringiz, bu juda ham normal holat. O'zim ham shu amaliyotda o'zim ko'rmagunimcha buni tushunmaganman. Shuning uchun bu tushunmasliklaringiz bu normal holat. Xo'sh, demak, CSS orqali HTML orqali yozilgan matn yoki hujjatga shakl berilar ekan. Buni tushunib oldik. Keyingi bunaqaga o'tsak ham bo'ladi. Slaydga CSSning qanday turlari mavjud? CSSning 3 xil turi mavjud. Bu inline CSS, ya'ni shakl ko'rsatmalari HTML taglarining ichida, to'g'ridan to'g'ri HTML taglarining ichida belgilanadi. Ikkinchisi internal CSS, ya'ni shakl ko'rsatmalari HTML hujjatining ichida style tagi orqali belgilanadi va external CSS shakl ko'rsatmalari alohida CSS faylda belgilanadi. Ularni har biriga atab alohida darslarimiz bor. Har bittasini o'sha alohida misollar orqali ko'rib chiqamiz va o'sha yerda yana ham chuqurroq bularni nima aynan ma'no anglatishini tushunib olamiz. Amaliyotda asosan external CSS qo'llaniladi. Ba'zi hollarda albatta inline va internal CSS larga ham murojaat qilinadi. Bu albatta o'sha proyektning loyihaning katta kichikligi yoki talablaridan kelib chiqib qaror qabul qilinadi. O'sha tajribadan kelib chiqib aytishim mumkin. External CSS bu eng ko'p ishlatiladigan, deyarli hamma yerda desak ham bo'ladi, ishlatiladigan o'sha CSSning turi hisoblaniladi. Xo'sh, bunga sabab nima?
Birinchidan boshqarishga oson. Ikkinchidan external CSS bir nechta HTML fayllarni bir paytni o'zida shakllantira oladi. Yo bo'lmasam bitta external CSS faylni bir nechta fayl ichida qo'llash mumkin. Bu o'sha amaliyotda o'sha qulaylik, dasturchiga qulaylik keltiradi va uchinchisi o'sha external CSS orqali muallif HTML va CSSni bir-biridan alohida holda yoza oladi. Bu o'sha kodni o'qishga, tushunishga va keyinchalik nima deydi, parvarishlashga o'zbekcha qilib aytganda yordam beradi. Bularni hozir hammasi sizlarga mavhum, qanaqadir tasavvur qilishga qiyin bo'lishi tabiiy. Bundan xavotir olmang. Amaliyotda ko'rishimiz bilan bularni hammasini yana ham chuqurroq tushunib olasiz. Juda ham oddiy narsalar tushunishga. Xo'sh, inline CSS keling bir to'g'ri tasavvur shakllantirish uchun bularni bir kichkina nimada ko'rib chiqaylik. Buni hali amaliyotda yana ko'ramiz. Inline CSS aytib o'tdik, HTML taglarining style atributi orqali ishlatiladi. To'g'ridan to'g'ri HTML taglarining ichiga yoziladi. Har bir HTML elementda style atributini qo'llash mumkin va o'sha yerda style xususiyatlarini kiritishimiz mumkin. Mana bu yerda paragraf elementini ko'rib turibmiz. Buni oldingi darslarimizda ishlatganmiz va paragraf elementiga style atributini kirityapmiz va unga o'sha CSSning xususiyatlarini ishlatyapmiz. Demak, color ya'ni rangi, blue bu o'sha rangni qiymati, ya'ni ko'k holatda. Demak, veb sahifada qaraganimizda bu yerda matn endi ko'k rangda ko'rsatiladi. Bu inline CSS ga misol. Bular o'sha har bitta elementni o'sha qismlarining nomlanishi bu style atribut deb nomlanadi. Color bu xususiyat va blue uning qiymati. Keyingisi style bu hali ham inline CSS ga tegishli. Xo'sh. Yana bir muhim jihati, inline CSS da bir paytni o'zida o'sha style atributiga bir qancha xususiyatlarni kiritishingiz mumkin. Bu yerda mana matnga rangi va bir paytni o'zida font size, ya'ni tekstning kattaligini kirityapmiz 20 piksel deb. Bu yana o'sha ularning alohida nomlanishi. Xususiyat 1, xususiyat 2 va ular o'sha xususiyat 1 tugagandan keyin semikolon, ya'ni nuqtali vergul bilan bir-biridan ajratiladi. Xo'sh, keyingisi internal CSS. Bu internal CSS dan foydalanish uchun HTML ning head elementi ichida style hududini kiritish kerak bo'ladi. Bu style hududi style elementi orqali yaratiladi. Head qismini oldingi darslarimizda ko'rib o'tganmiz. U yerda o'sha brauzer uchun qo'shimcha ma'lumotlar kiritiladi. Mana ko'rib turganingizdek head boshlangan, head yopilgan va uni ichida o'zimiz ishlatgan meta va title qismlaridan keyin CSS hududi yaratilyapti style elementi orqali. Mana bu yerda ochilyapti va yopilyapti. Bu taglarning orasida esa endi o'sha xohlagan xususiyatlarimizni kiritishimiz mumkin. Mana bu yerda bir misol keltirilgan. Hech bir elementiga, ya'ni sarlavha elementiga style hududi ichida shakl beryapmiz, ya'ni hech bir elementini tanlab olganmiz va unga color blue, ya'ni ko'k rangni berganmiz. Mana bu hech bir elementi, hujjat sarlavhasi ko'k rangni olishi kerak va mana boya aytib o'tganimizdek h1 selektori orqali HTML hujjatdagi har bir h1 elementi uchun color blue, ya'ni ko'k rangni belgilab olyapmiz. Selektorlar haqida hali yana aytib o'tamiz. Xo'sh, internal va external CSS qanday
yoziladi. Bu o'sha selektorni kiritish. Ya'ni aynan qaysi elementga ishlov berishni xohlaymiz va unga xususiyatlarni belgilab o'tish. Color blue bu misolda o'sha rang, ko'k rangni olishini kiritib o'tyapmiz. Bu selektor nomi, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda tanlab oluvchi yoki tanlovchi desak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Bu o'sha hech bir elementi uchun kiritadigan har bitta xususiyatlarimizni mana shu qiyshiq qog'oz deydimi o'zbekchasida, bilmayman to'g'risi nima deb nomlanishini, shu qog'ozlar orasiga barcha xususiyatlar kiritib o'tiladi va xuddi inline CSSga o'xshab ular bir-biridan o'sha nuqtali vergul bilan ajratiladi. Ko'p xususiyatlarni bir element uchun qo'llash, aytib o'tganday, nuqtali vergul bilan ko'rib turganingizdek, bitta H1 elementiga, ya'ni birinchi darajali sarlavhamizga ham ko'k rangni va o'sha font size tekstning kattaligini belgilab o'tyapmiz. External CSSda CSS xususiyatlari alohida CSS fayliga yoziladi va HTML hujjatining head qismida link tagi orqali HTML fayliga bog'lanadi. Shu orqali brauzer ular o'rtasidagi bog'lanishni bilib oladi, ya'ni qaysi CSS fayli qaysi HTML fayliga tegishli ekanligini shu head elementi ichiga kiritib o'tamiz. Mana bu misolda mana ikkita faylimiz bor. index.html va styles.css fayllarimiz. HTML elementimiz ichida, head elementimiz ichida mana link elementi orqali CSS styles.css faylimizni ushbu HTML index.html faylimizga bog'layapmiz va shu orqali mana bu styles.css faylimizning mazmuni mana bu index.html faylimizdagi xabar, ya'ni birinchi darajali sarlavhaga mana bu xususiyatlarni qo'lla deb buyruq beryapmiz. Shu orqali ular HTML faylimizni elementlarini shakllantiryapmiz. Xo'sh, buni aytib o'tdik. Ya'ni external CSSda o'sha CSS fayli link tagi orqali HTML fayliga bog'lanadi. Bularni alohida tanishtirib o'tadigan bo'lsak, o'sha link eksternal resurslarni HTML fayliga bog'lash uchun ishlatiladigan element. Bu yerda rel, ya'ni inglizcha relationship qanaqangi munosabat. Bu yerda gap style sheet fayli orqali ketyapti. Faylni turi bu text fayli. Bundan keyin aniqroq aytganda CSS fayli va bu yerda o'sha faylni joylashgan manzili href styles.css. Menimcha bu tushunarli bo'ldi. Bularni aytib o'tdik. Menimcha shular. Boshqa slayd yo'q ekan. Shu CSSga oid asosiy xususiyatlar shular. Bundan keyingi darslarimizda hali boshqa yana o'sha xususiyat jihat deydimi, hammasini sekin-sekin vaqti kelganda tanishtirib o'tamiz. Bugungi darsga qatnashganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.